Bu 11,5 million so'm. Mashinani zo'r inamarka, to'g'rimi? Motoblokning erkagi mana shu bo'ladi. Haqiqiy motoblok udari mana shu VMA. 9 ot kuchi, 11 million so'm qilib beraman aka. Mana bu tagida ham ana joy reduktor joylari ham qalin quyma bo'ladi. Qochmasingizmi? Bu aka 50 millionlik motoblok olsangiz ham ichidan faqat freza chiqadi, boshqa hech narsa chiqmaydi. Pullik ochar, ular hammasi adena. Jatkalar-chi? Jatka 6,5 million so'm. Orqangizda turibdi jatka 6,5 million so'm. Jasur aka, tayyorlang mana uni sotildi. Ulang hamma joying. Mana ham bor 13 ot kuchi VMA bu ham. Va shu motoblokni zo'ri VMA. Ulab olavering paka. Vesi ham og'ir, ruli ham uzun. Ha, bemalol jatka ulasangiz ham ishlatasiz. 1.20 jatkani bemalol qiynalmay ishlatasiz. Starter, akkumulyator kalit yuradi. Puliga yarasha, puliga stoyt narsa. Ha. Bunga tushadi, sizga tushmaydi, sizga yetitali. Siznikini kilogrammidan jatkan kilogrammi og'irroqda, to'g'ri kelmaydi. Salarkali ishlatganmi, solding yo'qmi? Yo'q, hayotimda ishlatmaganman buni. Hayotingizda ishlatmagan bo'lsangiz, benzin olavering aka. Eng zo'ri benzin. Sababini aytaymi? Bakingizda salarka tugab, o'chib qolsa, 24 soat zavod qilmaysizmi, yurmaydi bu narsa. Buni siri bor. O'sha sirini kindasini shunday ko'p suhbatni o'qisangiz keyin yuradi. Duosini o'qib olsangiz yurib ketadi. Traktorlarda ham salarka tugab qolsa qachon qilish kerak? Ha, ana shunday. Xuddi o'shanday bo'ladi. Salarka tugamasdan quysa yurib ketaveradi. Benzinini oling mana 15 ot kuchini zo'rini qilib beraman sizga. Mana xolasangiz 17 ot kuchi 7 million so'm qilib beraman. 17 tali. 192 motor, 17 ot kuchi. Mana 15 ot kuchi. VMAN zavodida chiqadigan faqat benzinli Fora buni nomi. Buni 7 million 200 qilib beraman. Yo'q, menga oddiy bu arzonrog'i bo'ladi desangiz mana 15 talik 5 million so'm qilib beraman. Bez starter, bez kapot, bez fara. Tortas zavod bo'ladi. Bizga o'z fara kerak. Va oling mana 5 million so'm qilib beraman aka. Avtomat. Avtomat emas, mexanika ekan mana. Ha, Avangard Yaponiya texnologiyasi bu ham, zo'r chiqqan narxi. Bunga 1 yil garantiya berasiz. Aka, hammasiga 1 yil garantiya. Boltlar hali qotirilmagan. Qotirilmaganda yo'q, uni olsangiz keyin ishlatib qotirib beramiz. Keyinchalikka ham ishlataman, jatka taqaman, beda o'raman desangiz mana ular zo'r, rul uzuni. Bular zo'r. Buni sal kelishtiringchi. Yo'q, bo'ladiganini aytyapman aka, 5 million so'm oxirgi narx. 15 ot kuch. Hamma joyda ham ko'ravering aka, men qilib berayotgan narxga Avangard Yapon texnologiyasini 5 million so'mga qilib bera olmayman. Skuter ham bizdan. Nechta original namomi? Boya bittasida borgan ular sinib qolgan aylanishlarni ko'p joyi sinib qolgan. Original o'zini ichida chiqadigan frezasi bilan qilib beraman aka. O'tkir. Benzinlisi ham bormi? Bittasi bor ekan. Ikkita benzinli skuter turibdi yoqda. Ha. 150 kubali, 120 km tezlikka chiqadigan baloni kattasi. 12,5 million so'm. Qana shu balonni kattasi? Ko'rsataman, yuring. Aziz, benzinlini ko'rsat 12,5 million dedim. 5 millionliklar ham ma'qul bo'ladi. Bir marta mana bir marta maslahat olasizmi? 20 ga 50-700 gram o'qing, har 30 litr benzin rasxodni motor moyini almashtiring. Ha, har 30 litr benzinga 10 ta zapravka. Bak 3 litrli 10 ta bak quyib ishlatganingizdan keyin o'sha almashtirib tashlavering. almashtirib Ha, motor moy. O'zi datchigi bor, miyasi bor. Motor moyi suroy yetkisi o'chadi. Apkatkaga qilay moyni almashtirib. Обязательно. Apkatka nechta soat? 1 soat. Apkatka 1 soat. Nechta soatda qanchadan beraman? Soat 2 soat ishlataman,
Qanchadan Necha beraman? soat ishlata olasiz? Misol 2 soat. Ikkisi necha soatga yetasiz o'zi? Kuchingiz necha soatga yetadi ishlashingizga? 4 soat. Bo'ldi, charchagan vaqtingiz dam oltiravering. Qanchadan? Yarim soat dam oltiring, 1 soat dam oltiring. Xohlasangiz 12 soat charchamasangiz 12 soat tindirmasdan ishlating, kechasi dam olaveradi. Ha. U o'zingizga bog'liq. Bu temir. Temir, odam emas. U joni og'rimaydi uni. Bosib ishlatavering. Baribir hech kim aka 5 soatdan uzog'ini ishlatgan ko'rganim yo'q. Menman degan protein DKPK urganlar ham 5 soatdan ortig'iga chidamaydi o'zi. Tojikistonga baraka bo'ldi. Bularniki 7 otkichli benzinli oldi. 3 million 450 ming so'mga nabor qilib berdik, bitta zo'r sassab yasab berdik. Tojikistonga baraka bo'ldi. Tojikiston qayerdansiz? Toshkent Zafaroboddan. Zafaroboddan kelib olib ketishyapti. Hozir mashinani kutyapti. Hatto Instagramda ko'rdingizmi, YouTube'dan? Yo, televizorda ko'rdingizmi? Yo, Instagramda. Instagramda ko'rib keldi akamiz. Qolganlarga ham tavsiya qilasizmi kelishdi, arzonmikan? Ha, hamma yechib ketyapti-ku. Ha. Shuni men tavsiya qildim. Ha, bu akam tavsiya qiluvdi oldin. Bitta klient kelib olib ketdi, bular kelib o'shani ko'rib yana kelib olib ketishyapti. Narxi ham to'g'ri ekan, arzonroq. Ancha, misol sharoit ham yaxshi. Bizga arzon, ham arzon tushyapti. Menga savol beryapti-da, biz o'zimiz deyapti, Tojikistonda deyapti, Xitoyga chegaradoshmiz. Nimaga sizlarda arzon, bizda qimmat deyapti-da. Buni sirini o'ziga aytdim, qolganlarga aytmayman. O'sha keldimi? Ha, kelib qoldi aka.